Hozirgi kunda mashhurlashib borayotgan kovul o'simligi haqida o'qib beraman sizlarga. Ibn Sinoning fikriga qaraganda, kovul og'riqni qoldirib, jarohatlarning et olishini tezlashtiradi, gijja tushirish, astmani qaytarish xossalariga ega, me'da-ichak kasalliklaridan ham naf beradi. O'rta Osiyo xalqlari qurigan ildiz po'stini zaxmni davolashda, damlamasini sariq kasalligi, soch to'kilishida, kal kasalligida, yosh navdasini sarimsoq bilan qo'shib ishlatiladi. Tepki, so'lak bezi, quloq osti bezi shamollashida, teridagi yara qo'tirlarni davolashda va teridagi oq dog'larni davolashda o'simlik guli va barglaridan foydalaniladi. Aytishlaricha, qovun mevasi jigar, yurak, o'pka va tomoq quvvatini oshiradi. Viloyatimiz tabiblari buqo, qandli diabet, tomoq og'rig'i va hazm buzilganida davo sifatida foydalanishadi. Gulg'unchasining talqoni jigar, taloq xastaligida hamda istahani yaxshilash uchun ishlatiladi. Ildiz po'sti damlamasi bo'g'im kasalliklari, bot, falajni davolashda qo'llaniladi. Mevasining damlamasi tish va milk xastaliklarini davolash va ularni mustahkamlashda, asab xastaligida, xayolparastlik, tutqanoq, falaj, bavosir va boshqa xastaliklarida ham ishlatiladi.